Mana shu chiroyli pult qo'yib turganamiz hozir. Bu oddiy pult, prosta ochish yopish funksiyasi bor, boshqa hech qaysi funksiyasi ulanmaydi. Nega? Sizga ishonaman buni. Qo'y, siz shopir tomonidan keling. Necha olamiz? Buni qayerdan nimasi bor bilasizmi? Sintr zamonki blogi bor. Mana shunga signalizatsiya simlarini ulab olamiz. Chiqarasiz buni. Chiqarib olamiz. Mana shuni necha olamiz? Yana plas massasi. Siz bir narsa ko'rinyaptimi aka? Chetki. Eng orqasida bo'lar ekan nima? Mana bu sentralniy zamokni miyasi. Xo'sh, buni sirlarini hozir tushuntiraman, qaysi nimaga ulashdi. Buni tushuntirishim uchun bizga kontrolga kerak bo'ladi. Xo'sh. Shunga kontrolga massasini tiqib qo'yamiz. Bu blokka bitta massa kelgan. Mana bu ikkita motorchikka chiqib ketadigan выход. Mana bu pitani blokka kelayotgan mana silovoy. Mana. Bunisi massa. Mana bittasi ochish signal, bittasi yopish signal. Mana shu ikkita malla. Shu narsani tushunib oldik. Ikkita malla bu signal. Qora massa, yashil plus. Endi bizni blogimizda ichidagi mana stikerlar. Asosiy stikerni ochib olamiz. Joyiga qo'yib olamiz. Mana endi mana bu qizilni biz yashilga qo'shib olamiz, chunki pitani berishimiz kerak. Simini iloji bo'lsa kaltaroq qo'yib olamiz, qulay bo'lishi uchun. Pitanani doimiy yashilga berib qo'yamiz. Bu yashilda через zamok emas, T30 kontaktdan doimiy plus kelib turadi. Через предохранитель. Безопасно. И plus mana bu o'zini предохранитель ham bor 15 amper. Vdrug nimadir zamikaniya bo'lsa, endi bu narsalar emas, kitayskiy narsa, ishonchli emas. Vdrug qayerdadir zamikaniya bo'lsa, simlar yonib ketmaydi. Mana shu ikkala предохранительdan qaysidir bittasi kuyadi. Безопасно. Uylarga счетчик yoniga avtomat qo'yasiz-ku. Ana shu vazifani beradi. Предохранитель zamikaniyada kuyib qoladi. Avtomobillarda faqat bitta zapchasi bor, kuyish uchun chiqarilgan. Bu narsaning nomi предохранитель. Saqlagich. Saqlagich.
ulagan joyimizni srazi izolenta qilib qo'yamiz. Qaysini ulayotganimni ko'rinsin-da. Harakat qilyapman. Massa titaniya. Kontaktlarni bir yaqindan ko'rsating. Mana eng chetdagi ikkita motorchikka ketadigan sim, ikkita pistalka ketadigan sim. Keyingi yashil pitaniya, undan keyin qora massa, keyingi ikkita mallasim bu signalni, bittasi ochish, bittasi yopish. Bo'ldi. Mana endi bitta vajni joyi bor. Mana massa pult uzun massasi. Uzunligini bilib oldik. Xo'sh, bunga ikkita ulanadigan sim bor. Bu sim bizning sentralniy zamogimizning simi. Xo'sh, mana shu ikkita oq sentralniy zamokniki. Mana. Paket tekshirish uchun ikkovini bitta qilib qo'yaman. Tekshirish uchun. Endi mana bu joyda 6 ta sim bor. Och sariq, oq, sabzrang. Och sariq, oq, sabzrang. 6 ta sim. Mana shu 6 ta sim sentralniy zamokni ochish yopishini bizga belgilab beradi. Mana kontrolkani prozonka rejimidan foydalanamiz. Mana ikkita bitta qilib qo'yganimizga ulab oldik. Xo'sh, kontrolkamiz bilan. Mana oq simga ulangan turibdi mana kontrolka, prozonka bo'lyapti. Ana endi bu yo ikkita sariq simda ham yonadi, yo ikkita sabzrang simda yonadi. Ikkita sariq simda yonmadi. Ikkita sabzrang simda yondi. Bizga mana shu yongan ikkita sabzrang sim kerak emas. Yongani. Ha. Kesib tashlaymiz buni. Mana olib tashladik. Bu yoqdan ham olib tashladik. Ana endi mana ikkita och rangli sariq simni ikkalasini bitta qilamizda nimaga ulab qo'yamiz? Massaga ulab qo'yamiz. Nima uchun massaga ulab qo'ydim? Mana hozir signalizatsiyani ochganimda yoki qulflaganimda buni ichida ikkita relay bor. 5 ta kontaktli, 5 ta oyoqchali ikkita relay bor. Bitta relay ochishga, bitta relay yopishga javob beradi. Bu sariq simni, например, qulflaganimizda bitta sariq simni oq sim bilan qo'shib qo'yadi. Bir marta qo'shib oladi, tushundingizmi? Agar biz sariq simga doimiy minus ulab qo'ysak, bu degani qulflaganimizda oq simga bir marta minusda o'z signal keladi degani. Ochishda naborot, ikkinchi sariq sim ham minusga ulangan turibdi. Ochdik, ikkinchi oq simga ham bir momentga minus kelib oladi. Nimaga minus? Bizda mana ikkita mallasimizga minusovoy tok bersak, upravleniya bo'lyapti. Oddiy kontrolkadan minusovoy signal beramiz. Mana kontrolka minusga ulab qo'ydim. Mana bu joyda minusovoy signal bor, через kontrolka kelib turibdi. Ana endi mana mallaga upravleniya. Qulflash, ochish. Qulflash, ochish. Tushundingiz-a? Xo'sh. Mana shuning uchun ikkita och sariq simga minus doimiy qo'shib ulab qo'yishimiz kerak. Simni ulaganda ham qarang.
Simni tozalab oldim mana. Archib oldim, ha. Yaqinlashtirib ko'rsating, shunday ko'rinsin. Archiganda o'rtasini yorasiz. Yani o'rtani yorgan joyingizdan o'tkazib uraysiz bu simni. Mana uradik. Ana endi izolentani shunaqangi chiroyli tortib urashimiz kerak, tap-tarang holatda. Как o'zini родной mana bu joydan boshlanadi urash. Bu tarafga qarab uraladi. Mana свежий izolyatsiya bor joydan boshlaymiz. Mana izolyatsiyasi archilgan tarafga qarab uraymiz. Har bir urashda tortamiz izolentani. Tortib tap-tarang qilib mana uradik. Endi oqsimimizni ham uzunligini shu me'yorda o'lchab olamizda, mana shu joydan kesamiz. Mana o'sha chiqillagan, yaqin olib keling, chiqillagan eshitilyaptimi? Ochishda chiqilladi, qulflashda ham chiqilladi. Xo'sh. Kontrolkani mana bu joyga olib olamiz, qarang. Qulflash. Signal yo'q. Ochishda minus signal chiqdi, ko'rdingiz-a? Mana qulflashni bosaman chiqmaydi. Ochishni bosaman chiqadi. Ana endi oqsimning ikkinchisida naborot. Qulflashni bosganimizda chiqadi. Mana qulfladim chiqdi. Ochishni bosaman chiqmaydi. Bu tartibda ulaganimiz, qulflaganimda bitta oqsimga minusovoy kontak chiqyapti, ochganimda ikkinchi oqsimga minusovoy kontak chiqyapti. Buni boshqacha tartibda ulash imkoni ham bor. Bir pauza qilib qo'ying, tushuntiraman. Ketyaptimi? Ana oddiy motorchik. Men nimaga ikkita sabzirang simni kesib tashlarimda ikkita sariq simga minusovoy signal berdim? Chunki men oqsimlarda faqat upravleniya sifatida foydalanmoqchiman. Bizda itak blok upravleniya mana ishlab turibdi. Sentralniy zamok blok upravleniyasi. Men oqsim bilan faqat buni ochish yoki yopish kontaktlariga signal bermoqchiman. Agar men bu sistemada ulamoqchi bo'lmasam, mana bu motorchani boshqarmoqchi bo'lsam, hozir men ikkita oqsimga ulayman, qarang motorchani. Ana uladim. Endi ochish yoki yopishni bosganimda motorchik ishlamaydi. Sababi bu oqsimlarga faqat minusovoy signal kelib turibdi. Bu ishlash uchun biz bunga pitaniya berishimiz kerak. Agarda mana bu kesgan sariq simlarimga hozir men pitaniya beradigan bo'lsam, motorchigimiz ishlashni boshlaydi. Pauza qilib turing. Yaqinroq ko'rsating. Yaqin olib keling, men kontaktlar ko'rinsin. Men ikkita sariq sabzirangli simga men kontrolkadan pitaniya berib qo'ydim. Kontrolka qizil yonyapti, значит bunda pitaniya bor. Endi qaranglar. Qulflashni bosdim men. Ochishni bosdim. Qulflashni bosdim. Ana shu holatda men pitaniyani uzib qo'yamiz, kontrolga o'chdi. Mana o'sha ishlamaydi, ko'ryapsizlar? Shu tartibda ulanadi. Yoqdingizmi? Yoqdi. Men buni qaysiga ulashni qayerdan bilasiz? Qaysi qulflash, qaysi ochish? Qayerdan bilasiz? Bilolmaysizmi? Ayting-a, bilolmayman deng. Uning uchun mana bunday ula olasiz, tavakkal holatga. Mana bitta bosib ko'rasiz, qulflash. Ochish. Mana naborat ishlab qoldi. Ochishni bosdim, eshikni qulfladi. Demak, biz o'rnini almashtirib ulaymiz, mana. Shunday bu oqsimni olasiz. Chiqarasiz, xuddi shu tartibda o'rnini almashtirib ulaysiz. Ulandi. Ikkinchisini ham ulaysiz. Endi yana shuni olasiz mana. Kadrga ko'rsatasiz. Ochish. Ochildi. Qulflash. Qulflandi. Mana chotki to'g'ri ulandi. Endi bitta izolenta qo'yib olamiz. Mana endi qarang aka, men bularni ulab oldik. Izolentalar chotki bo'ldi, lekin bu bardak holat. Bu holatga tashlab qo'yib bo'lmaydi.
Mana shuni yaqindan ko'rsatsangiz, buni men chotki qilib izolenta qilib порядка qilib qo'yishni ham ko'rsataman. Mana bitta общий qilib izolenta qilib olamiz. O'zini gofrasi bor keyin. Gofrasini joyiga kiygizamiz. Mana gofrasini kiygizdik. Ana endi gofrani ustidan yana izolenta beramiz. Shtobi bizdan keyingi ko'rgan elektriklar kim bunaqa bardak qilib tashlabdi demasligi kerakdi, chunki keyin bu tomonni ham xuddi shu tartibda akkuratni qilib izolenta qilib olib ketamiz. Xullas kalom, videoni olinishidan maqsad oddiy pult qanday ulanadi deb so'ragan insonlarga bu oddiy sentralniy zamok, prosta eshikni ochish yopish funksiyasini ulashni ko'rsatdik. Hozir endi bilmadim, может vdrug kolonkasini ham qo'yib qo'yishi mumkin kapot ostiga. Eshiklarni ochish yopishini bir tekshirib olamiz. Mana eshik yopildi. Eshingizni yopasiz. Mana qaranglar, eshik ochiq hozir. Qulflash. Chotki mana.